Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi ko'rikimiz Urganch shahri Sharshar rayonida ajoyib bir qavatli 140 metr kvadrat hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Lokatsiyalarni hammangiz bilasiz. Shobotul Sharshar. Bu tomonda Mumtoz to'yxonamiz joylashgan ekan obunachilarimiz. Mulk egasi nomerlarini ekranda yozib qo'yamiz. Bemalol o'zingiz bog'lanaverasizlar. Berimizning ajoyib pistashiyabon otizlarimiz va 3 xonadan iborat ekan. Bir dolani hisoblasak 4 xona. Toklari, gazlari, svetlar, o'chiruvchilar hammasiga turibdina pistashiyabon. Ishqib narx-navozam kisabobda. Yana bismillahirrohmanirrohim deb oz o'ratsak. Dalanimiz yana ko'rishlar mumkin. Obunachilarimiz dalanimiz ham yana 7 ga 320 razmerda tushgan ekan. Har doimgidek berimizda rakoinamiz joylashgan, internet tarmoqlar ulangan, fotoğraflarimiz ham, devorlarimiz ham fonda, piruxoshkalarimiz, setkalar ham bor ekan. Eshiklar shu zamonaviy yurib turgan MDF eshiklar, duo qimmatmas, duo arzon emas. Zal qismimiz yana ko'rishlar mumkin. Perdeler koygan, bir de yumshaqqina gilamlar, akvarellar ham qo'yibdi ekan. Oyoq telam taxta pul, shurib bo'lib ketib, laqlangan ekan obunachilarimiz. Bu yerda bir spaynimiz joylashgan. Spaynimiz ham ixchangina. 2 odamlik spayna qo'yilgan ekan. Shkafimiz televizor uchun alohida pastapkalar qo'yilib o'tilgan. Qurilganlar bu joyimizda 1 yil bo'ldi. Kadastrlar hamma joyda tayyor. Oshxonadan keyin yana bir spaynimiz bor. Spaynada uy egasi, bolasi bor. Shunga go'dakcha salgina uzr so'raymiz. Bolasi yosh ekan, shuning uchun ko'cha salqinroq, shamollamasin deb qo'ydik. Salonimiz ko'rishingizga oyoq tela kafel bo'lgan. Fotonoponom kafelar doimgidek kir mashin messa sig'adi bemalol, unitoz, vanna, bir o'nlik, Ariston Royal firmani 50 portshkelari, vaqta markalariga demir qatyonamiz hamda unumli foydalangan. Bu oyna ham qizib turadi. Bemalol ham uyimiz sistemasi qizdiradi. Bog' tomondan ko'rishimizga bog' tomonidan bir ajoyib bir demir eshik qo'yilib o'tilgan ekan. Bu yerda topchon üzerinde o'tibdi ekan. Bu tomonda nozoya ekan desangiz bemalol soat. Endi bizning iqlimimizda ko'pincha shu ishsa bo'lib tursin. Ajoyib kayfiyatli deb ko'pinchalik gul bilan nozoya keladidan. Yine lokatsiyan hammamiz bildikten ümiddamiz. Sharshar kafeni ko'p odam biladi. Menimcha bir 70-80-90% yurtdoshlarimiz biladi. Eng birinchi Sharshar Shavot yo'q obunachilar. Sputnikda o'tgandan keyin Zebra do'konida o'tsangiz ham shura uriladi ekan. Asosiy liniyamiz 28 marshrutka sürüydü. Shunda mulk egasi nomerlarini eslatib beraman. 95 349 06 76 bilan bog'lanasiz. Videorolikimiz manzur bo'lsa like, podpis, esdan chiqmasa obunachilar. Sog'likda, omonlikda görüşguncha.